Tushda mumyo ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushida mumyo yeganini ko'rsa, g'am anduhga dalil bo'ladi. Tushida birovga mumyo hadya qilganini yoki uydan chiqarib tashlaganini ko'rsa, g'am anduhdan xaloslik topishiga dalildir. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, tushida badanidagi xastalik uchun mumyo ichganini va shifo topganini ko'rsa, ta'biri aksincha bo'ladi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.